Assalamu alaykum dostlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Sayba. Bugün sizlarga kurashdan shoirimiz Abduxoliq Uyg'ur yozgan Oyg'on degan she'rni dikonmasiya qilib beraman. Oyg'on. Ey peqir, Uyg'ur oyg'on, uyqung yetar. Senda mal yo'q, endi ketsa jon ketar. Bu o'limdan o'zingni qutqarmsan. Ah, sening halın xatar. Kop dedim, üşüm tutup uykunla aç. Rakibinin başını kes, kanını çaç. Göz içip etrafka optan bakmasan. Ölüsen armanlı bir gün na ilaç. Yine mu cansızlığı okşaydı tinan. Şuna yok mu anca ölümden gınan. Kıçqarsan kımıldamayla yatsan. Oyg'onmay o'lmoqchimi sen shu beting. Ko'zingni yo'g'on ichib atrofga boq. O'z iqboling haqida o'yla uzoq. Ketsa qo'ldan bu g'animat fursati. Kelajak ishim chatoq. İçinar ko'nglim sana ey Uyg'urim. Serdişim, perindişim bir to'qinum. Köyünüp halına uygatsam seni. Anlamaysan zadi nima bo'lganingni. Keladi bir kun pushaymon qilsan. Taktiga gapning shu chog'da yetsan. Xat desang u chog'da ulgurmay qolar. Shunda Uyg'ur so'ziga tan bersan. 1920 Rahmat. Abduxoliq Uyg'ur 1901 yili 2 ayning 9 kuni Turpan shahrida tug'ilgan. 1933 yili 3 ayning 13 kuni shahid qilingan. Bu yil 3 ayning 13 kuni shoir vafotining 91 yili bo'ldi. Biz bu qahramon shoirimizni mangu eslaymiz. Oningdan o'rganib, izidan mangamiz.